Bugun O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tubdan yangilanmoqda. Bu islohotlar markazida xususiy tibbiyot sektori yuksalish va yangilanishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Bugun mamlakatimizda 9000 dan ortiq xususiy tibbiyot muassasasi faoliyat yuritmoqda. So'nggi yillarda ular son jihatdan emas, balki sifat, xizmat turlari va geografik qamrov bo'yicha ham yangi cho'qqilarni zabt etmoqda. Bugun xususiy sektor tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar umumiy tibbiy xizmatlarning 35% ni tashkil etadi. Bu ishonch, mas'uliyat va sifatning o'sayotgan ko'rsatkichi. 2025-yilda bu sohani yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida qator muhim islohotlar amalga oshirildi. Tibbiy faoliyatni litsenziyalash jarayonlari to'liq raqamlashtirildi. Litsenziyalash va akkreditatsiyalash bo'yicha konsalting xizmatlari yo'lga qo'yildi. Ilk bor tibbiyot tashkilotlari akkreditatsiyasining milliy standartlari tasdiqlandi. Endi har bir muassasa bemor ishonchi, xavfsiz va sifat mezonlari asosida baholanadi. Xususiy sektorda faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlarining malakasini oshirib borish tizimi yo'lga qo'yildi. Oldingi qadamlar yanada ulkan. Tibbiyotda sifat va mas'uliyat mezonlari yanada mustahkamlanmoqda. Tibbiyot tashkilotlarining huquqiy himoyasi kuchaytirildi. Xalqaro hamkorlik, investitsiyalar va ilg'or texnologiyalar uchun yangi ufqlar ochiladi. Va eng asosiysi, barcha o'zgarishlar xalqimizning salomatligini asrash, inson hayotini yuksak qadrlash va tibbiyotda ishonchni mustahkamlash yo'lida qat'iy qadamlardir.